Assalomu alaykum. Ko'pchilik amallar yaxshimi? Dunyoning har qaysi joylaridagi ba'zilaringlar kech bo'lib ketdi, ba'zilaringlarga balkim texi kechki aram oldigan vaqt bo'lmagandi. Shundoq bo'lsa-mu boshladim. Bugun juma kuni bir haftalik ishlarni oxirlashtirib, atigi qutlug' kunimiz uchun bugun shu jiqroq ishlar bo'lib ketibdi. Kechikib başladım marketimlikda shundoq bo'lib qoldim. Hammasiga qo'shilib bilan biroqlam hozir o'zra tilab qo'yay. Ko'pchilik o'zra har qatim kechikib qoldim. Tamam, boshlab ketaylik. Bugungi temam Najmiddin Sherifniki siyosiy ko'rinishi, kashmish, axloq va tarixi degandeklar o'ziniki bir ikki yil burun yozgan narsasini yaqinning yoqi shu yana qaytadan nuturga chiqib, qaytadan baharlab ketib bordi-ku. Shuni men sizlarga aynan şu yazmıcı yazgan bayonlarini men özüm özünün ağzıdan bir işlerini anlatay dedim. En avval başlap koyduğum bu burun degan vaqtda nim degan deysanglar, hujum qilish huquqim har qanday odam men millatning ishini qilaman deb o'tirg'i chiqdim. Har qanday nuqtani tutqul meningda shaxsiy nim deydi Xudoyim o'zining ovozini namontay. Shaxsiyatimdan hujum qilish huquqim bor deb shaxsiy paramon bilan qo'shmaydi. Men qara, vatan millatning qismini qilib o'tirishda mening hayotimda shaxsiyatlik yo'q. Har qanday masala, har qanday to'xta tutuqqa hujum qilishim bor. Meni tushunch majburiyatim bor. Yo'q, shaxsiy paramoni uning ichiga kirishga menimcha desa o'tirda shundoq shaxsiy paranglarni shaxsiy shu menikini yomon ko'chilab ketdi buchu. Hatta shu burunqisi kimdi, ismi nima edi, nima ish qiladi deganlarni tortib men uni ayrim bir videoda shu butun atrofimdagilarniki shaxsiy uchurlarini mishadek o'quvchi bolalarnikini men bu o'quvchi bolalar bilan burun yaxshi o'tgan bilan hozir men ochiq oshkor faoliyat qilgandan boshlab o'tirimiz unda qo'yiq aloqa yo'q, taniydiganlarimning hammasi ben yushirin faoliyat etdim. Hozir oshkor bo'lganligi namasi ochiq oshkor aloqadan o'zini totadi ekan deb ularning uchurini bermagan. Mushu Ottavada turishliq o'quvchilarning uchurlarini so'ragan, meningki burungi shaxsiy turmushlarimni so'ragan, hammasini so'raydi. Hatto meningki qaysi davlatdagi qaysi faoliyatchilar bilan aloqalashganligimdan tortib shunday so'raydi. Bular men ularni ayrim birdan chiqiraman. Bugungisi shu o'zi yaqindan yoqqa to'xtamay shu partiya a'zolari ham baharlab kelayotgan o'ziniki bir yozmasi bor-ku. Gerçi bundan burun Pidayla ekranda o'zimninki qisqacha tariximni yozib qoldirgan bo'lsam, yana bir qatim yozmacha yozishni qaror qildim degandek bir narsalar bor. Boshqa uzun bir yozmasi bor-ku. Shu yozmani yaqindan yoqi bo'lib men o'tirg'i chiqib partiyani qaytadan tanqidiy shu nizomnomalarini tanqid qilish, nizomnomalarini hammasini tahlil qilish degandeklarni o'tirg'i qo'ygandan keyin shu burungi yozmalarni qaytadan o'zini bozorga silishga boshladi. Bu bizning oramizdan chiqqan Opa xo'ja o'ziniki qandaq siyosiy arxiv ko'rinishtirmalar yetib kelganligi, kechmish axloq degandek. Ondan burun men bu ovozni ilgari anglatgan har qanday shaxsninki har qanday shaxsiyatidan ilib hujum qilsangiz bo'ldi degan gapi bor. Og'zidan nima chiqqan bo'lsa shunaq bo'ldi shaxsiy paramon bilan qo'shmaydi. Men qara, vatan millatning qismini qilib o'tirishda mening hayotimda shaxsiyatlik yo'q. Men vatan millatning xizmatini hozirgacha nima ish qildim? Hozirgachilik yana qayta desam yana shuni degidekman. Vatan millatning xizmatini qilman deb o'tirg'i chiqibdi. Shunga har qanday bir kishi uniki shaxsiyatini tutib hujum qilish huquqi bor ekan. Buniki anoniki. Har qanday masala, har qanday to'xta tutuqqa hujum qilishim bor. Tamam. Bu 2 yil burun birinchi qatim videolarni chiqargan chog'da bir partiyadan qutulib, yana bir partiyaga tutildik. Mana Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasi shunday barliq muajirat Uyg'urlarni birdan qutulib, yana birdan tutildik deb hisoblaqancha birinchi videoni chiqargan chog'dan bu qart tizimni kitib o'tgan, ta hozirgacha qart tizimni kitib qo'ydayman. Shu chog'dami gaplarichu hammasi yolg'on. Yolg'onchilik bilan to'lgan buning hayoti. Men hozir shu burunqisi Mao videolarımdaki temasiga qarasanglar, siyosiy arxiv ko'rinish, kechmish, axloq, tarixi. Aşan hammasini o'z yozibdi-ku. Aşan hammasini birdan o'z og'zi bilan yozmasi bilan selishtirib sizlarga
öz ağzıda nima deganligi degandek qilib hozir mani birinchisi deb turay. Siyosiy arx ko'rinish, kashmish, axloq tarixi to'g'risidagi so'zlagan bu birinchi videom. Oqaqidan 3 qitim so'zlayman. Har qitimliq so'zlashim asosan 1/2 soatdan 45 minut atrofida bo'ldi. Oldin deb qo'yay. Başlashdan ilgari o'zining ovozi, ya'ni shaxsiyatimdan hujum qilsanglar bo'ladi degan gapi. Tamam, ağzımızdan çıkan her qandaq bir gap shu. Aman bir gün hayatımızda yüz berdi. Mayli burun bolsun, mayli kiyim bolsun. Özüneki nizamnamalarini o'tirg'i chiqib, hamda men rasmiy shaxsiyatiga boshqa burunqi qilgan ishlarini birdan o'tirg'i chiqyapman bu. Hozir sizlarga yana bir ko'rishga tavsiya qilib qo'ydigan videolarim nima desanglar, birinchi bo'lib Mavu casuslar guruhiniki baş katuvishini qandaq çaldım degan bir nimamni bir ko'ringlar, uni bir alayda tavsiya qilib qo'yay. Shundoq çaldım. Chelib mushuni ichidagi degan gaplarni. Andan keyin yana bir tavsiya qildiganim buningdan 2 yil burun qilgan chog'da og'zi bezab partiya a'zolari uchun degan temada bir kichikkin qisqa video chiqardim. Ashundan degan gapim, men sizlarga qaranglar, buning degan gapidan men faqat kichikkina bir tal dunyo Uyg'ur qurultiyi haqida aytganlam o'tirg'i chiqardim shuning ovozini degan. Uningdan boshqa bütün mayli vatanparvar xonim qizlarimiz bo'lamdi. Mayli Turkiyadagi shu diniy o'limalar bo'lamdi, mayli boshqa Uyg'ur faoliyatchilar bo'lamdi. Har qanday qadamniki degan gap uchun bugun qisqa bir qismi chiqadi. Men har kuni deyman, boshqa barkatdan boshqa shu Najmiddin Sherifniki siyosiy arx ko'rinishi degan joyda shu vatandagi chig'idan boshlay, burunqi shu shaxsiyatidan boshlay, ma'bad tarixidan boshlayman meniki qaranglar, anglaysizlar. Hozir qo'lim qaysi bo'lib ketdi? Meni tushuntirib majburiyatim bor. Yo'q, o shaxsiy parolni uning ichiga kirishga menimcha mumkin. Shaxsiy parolni deganimkan, tamom. Shaxsiyatiga o'tib ketdi. Shaxsiy parolni qilishmayli, siyosiy o'g'nish qilayli deb to'xtamay meniki shaxsiyatimni so'rab olgandan keyin men topamagandan keyin siyosiy o'g'nish qilayli deb rost o'ziniki deganda tamam. Hamma narsani chiqma o'tirg'im edi. Qandaq yolg'on gaplarni to'qib, o'sak so'zlarni taqat qilganmi? Shu qandaq ekanligini men hammasiga deyman. Millat nahmoq qilib, hammasiga yolg'on aytib, ayollarga yolg'on aytib aldab, o'ziniki xotinlarga yolg'on aytib, hamda ballari cho'ng bo'lsa, ballariga yolg'on aytadi bu. Shu ayol bilan urushgan ovozlarini o'tirib qo'ydim-ku. 5 yillam chiqardim, u to'liq urushgan so'qashqanlarni chiqardim. Ammo shu o'ziniki ayoliniki shu so'qashqanlarini unga elib, ballari cho'ng bo'lgan chog'da opsiniki shu so'qashgan gaplarini ballarga qo'yib bermoqchiga. Wait. Sababda. Sababda. Ağzımni birlashtirib o'ldirib, boshindaq gapga soldim, qaranglar. Hammasi yolg'onchilik bilan to'lgan buning hayoti, ey. Bir o'tirg'i chiqib, haddingni bil deydigan bir kim bo'lmasa, men o'zining ovozini o'tirg'i chiqarib, o'ziniki degan gaplari haddini bildirsin bu sarangninki. Sababda. Durum ayağım o 15 yaş vaktimdeki magazilerin o. Shu 14-15 yosh vaqtlardan boshlab turmaga kirgandan keyin, turmadan keyin chiqqandagi bir narsalarni tatib hammasini qo'yman. Birinchi bo'lib shu ammo qandoq shu
Hazırım beşin ahmak kılıp yürgen çokala bağımız mı? Ezer aylanla manında sıranıki mabet tarifini alap yakınlasılar ha? Bir mumcu bir nasıl hiç yoktum ya. Nefret bakın. Ya en mühim muhabbet yok. Şu bomuz eğer aramızda Muhabbet bomuz kanda taptan ballarını ey. Hayvan mı sen? Özünki hutulur bile otursun muhabbet yok ki. Sözler verdin saram. Başka ayollarni agah bo'linglar maningdek erdi nimanda nomussizlarni bilinglar yaxshi tuninglar o'zini dohiydek ko'rsatib chuqum so'zlashga tegishlik man so'zlamayman o'zining og'zidan anglanglar masalaniki qilgan ishlariga sababda durum ayağım bu 14 yaş 15 yaş vaktimdeki muhabbetlerini okudum. Ama benim ayetçim geçiyor. Ben yapıtı zaman yaxşı gördüm aman gül. Bu her gün bizim güç başlarımızda da ayağımcım vatan kağa ayağım. Bunları aman gül yaxşı görmedi katlarını verdim. Derdimi sözler bittim. Derdimi anlap ettim. Toymuş etti de. Mamininki dostumdaki pişmaniye hikayemiz okşaşıp kalırken bu. Ha. Şununla ben çok tükettim. O aman gül mentorumun çıktığı ayıp tuttu. Ha, şununla dostum iyi oldunuz. Şununla mentorumdan çıkan güne apandan sonra suyu kesem mentorumdan çıktı da kanlar kaybı yok kapıya tuttu. O yanı sağ olsun da. Şununla yani paramı keştime apır koyalım aldım. Şununla yolda naat gazete konusunda taraf koydum. Meşhurusunda. Ben şu cevapları ben sizin tabi yaxşı görmediğim mayma. Ama yaxşı görüp açılma muqara. Köygəli çokallarını yaxşı görüp başta talab koyup şurada oxşaydı bu qanalanlar birinci ayalı. Birinci, ikinci, üçüncü qılğan ayallarga qılğan əskiliklarini cəmisindən bir çıxırman qarab durub. Yani qandaq kişilərni ahmaq qılıb жүрдün kinsən. Ben sizi tanıdım azı. Ha. Sizin karakteriniz, benim karakterim, bizim kelgisi mağdına yollarımızı düzeltip bir kaçarlı. Tallaş bekmeyin, tallaş elçinin hayatı ters gördü. Şuna göre natık görüyorsunuz. Ama 12. sırada okuraydı. Ben o gün 11. ayın işkisi diyen 10 gün kalan çaldı. Kuşlar düşünümden yapmadı. Büyük ve ertesi inisinden katı verdik de makulde. O kaydına boy bundan aldırat oykulandı. Karanlıkta iş kandak dayanlığım yok. Ve program yaplarmış 11. ayın 12. doykum tapmaydı. O 11. ayın 12'si Recep'nin şimdi ötkeyen 11. ayın 12'si yok. Bundan isteyen 72 hürmetin cildi. Kendisi yerden de o. Şimdi yakın anlamını 72 güne belki işe ekranında atma şu güne bir daha da ekranda atma şu güne. Güne şu gün nikah çok keyifsiz kıldık da oyunu. Canım. Bu nikahın ufku örümcek kaptan güzel grubunda bulacak. Biraz nikah ya. Biziydi. Biraz nikah aparatif yine nesinin sorusu bırakamaz. Ben 11. ayın 13 geçtiğinde çatalı çıktım. Ve yerine bilmez biz Ben geçtim. tutsam ben 5 yaş vaktim döreşirim yanlarken ben. Oho. Gel bana bu demeyle bu.
vatandagi gaplar ketib qoldi. Partiya hurmatli partiya kiribdi deb bir xabar kelsa yetib borsa anamnikida toza. Nega? To'polma? Ha, vatanga. Ha. Yurakka so'p qolsinmi? Kim o? O'zgacha. Bilgisayarın tipik oturup geçip duraydı. Onda qo'tilmay turib bo'lgan cho'p ketdim bana. Sizlar olib qolaman. Naq bir yil bo'ldi men shu uch Qashqarga chiqib. Ondan ilgari Biz Kürt'e vakıfta sizde uçak cüret yoktu. Uçak dünya ülkesinin yama yakışıklı vakfımızda. Chog'im ishqilib men bildiğim shu bir tashkilotda saqilgan ishlarini ko'rib turgan bo'lganligini navbatda qo'llash kerak deb o'sha qo'ylaydim. Hamma narsani qo'llab baxtim bular o'zi ishonmagan odamni hargiz o'zining ishlariga yaqin keltirmaydi ekan bular. İşenmeyen emas, işenmeyen kaldı. Ishonmagan qandig'ini yaqin keltirmamda. Qurultay Hozir bir yurish yoshlar bog'i ularni bilib qiladi. Qurultay to'g'riliq gap chiqdimi? Ishqilib Najmiddin Sherif bilan aloqa qilgandan keyin hammasi shu qurultayga o'sh qiladigan qashnoq yetishtirib chiqdi bularchu. Qurultayga emas, oxirini anglaysizlar, ha? Uchi dedim-ku, vatandagi 15 yosh degan qanday vaqt odamniki aql amdi kiradigan vaqt. Vatanda kishilar bizningki farzandlarni ota-onasidan ayirib yotoqlik maktablarda tarbiyalaydi o'ylab yapmanglar. Nima uchun? Shu butun mavchu jingdin jing shu Xitoy sevgisi bor degan odam shu Najmiddin Sherif. Men sizlarga isbotlar bilan mundaq deydigan gaplari bilan men sizlarga hammasini isbotlab bera olaman. Anandan keyin bir yerga berib qanaq bo'ldi desanglar, o'ziniki Xitoy turmusida tarbiyalanganligini men og'zi bilan aytgan. Ashundaq gaplar bu Kanadadagi ahvollarni so'zlaydi-da. Kanadadagi ahvollarni u yerni bu yerni to'xtamay so'ragandan keyin u chaqlarda meniki Turkiyadagilarni Kanadaga o'tkazamiz degan yo'llarni qilgan chog'da hukumatninki yo'li bilan emas, shaxslarniki sponsor qilib akiladigan bir yo'llarmi bor ekan deb men o'tirib chiqqan shunchaqlar bor-ku. Uni men keyingi videomda ayrim so'zlar shu vaqtlardagi ahvollarda ma'vu mendan shunaqa gap so'rab shu degan chog'da men men Kanadada bu yerdagi kishilarni shunaqa 5 oyli birlashib sponsor qilganligini qilib shu qilgan chog'da shu Mamat to'xtab ben bu o'tirimizda shunaqa bir ishlar bo'lib ketdi. O to'xtamay hukumatninki yo'lini ko'tarib chiqdi. Men mandaq ishlar bor ekan deb ashadin qilgan chog'da shu to'pudimi chiqib ketdim. degan gaplarni qilgan chog'da shu Kanadadagi mujoratdagi ahvollarni so'zlaydi. Ashchog'da menimi ham Xitoydan chiqqan, Xitoyga tarbiyalangan deb o'ylab qolgan chig'i bu. Andan keyin birimizni Xitoy turmusida tarbiyalagan, siz partiyaga kirsangiz undaq degan gaplarni shu gaplarni men hozir desam, qaranglar, men ish qilib qabul qilib bo'lamayotdi bu partiya a'zolari va partiyani qo'llovchi boshqa barliq mujoratdagi Uyg'ur xalq ma'oninki qandoq bir tarbiyalanib chiqqanligini, qandoq bu albatta o'z og'zi bilan men tarbiyalanib chiqdim demaydi albatta, lekin meningki qo'limda ovozliq isbotlari o'ziniki degan gaplari bor. Am aşağını azazını çıkıp versem bu neçə vaxtdan beri özünün yaşadığı şu tirişçilikləri bilan özünü qaltısı adam, özünü dahide köz doğandan keyin özünün əgəş gücləri şu toxutmay zoruyatqan bir qoşun bolğandan keyin azraqla bir kim oturğa chiqib qarshi gap qildimi? Hücum bilanchi yo'q qildi ki. Hozirgi bir misolni deylik. Olimjon bir bola yenib chiqdi u partiyasidan, men ma partiyadan chekinib chiqdim degan oshkor qilgandan keyin ashunday inkoslar qarsanglar shu o'zri shu hücum qildi bular. Aşağı bo'lgandan keyin men bu azraqlan bir gapni qildi, men hücum boshlaydi ekan. Azraqlan bir gapni qildi, mundaq deydi degandan hücum boshlaydi ekan. Amaliyotda bo'lsa meningki degan gaplarimniki hammasining ovozi isbot bor. Ma'oninki qandoq qilib shu turmada tarbiyalanganligi men 15 yoshdan boshlab hozir so'zlayapman-ku. 15 yoshida birinchi bo'lib muhabbat tarixidan qo'shib so'zlayman, mana o'zining og'zidan anglab beqinglar deb. Birinchi ayoli qandoq boshida bir Amongul deb bir qizilni yaxshi ko'rib qopti ekan, to'g'ri birinchi ayol degan shu Amongulniki do'st ekan-da. Andan keyin turmadan chiqib bilan bu o'ziniki yaxshi ko'rgan boshqa birisi bilan to'y qilib ketgandan keyin Amongul deganniki do'stiniga u Xayrigulga talab qo'yiblam shu to'y qilganki. Da ikkinchi, uchinchi ayollarniki men aldirmay so'zlay qaranglar. Bu bir kim bilan paranglashsa bu
muhabbet degan gaplar, sevgi, muhabbet degan gaplar nadiki? Aşı xotinlik bo'lsa bo'ldi ekan da buningga. Ashundoq ekan shu. Mushundaq bir odamni rahbar qilib agishib, ayollar bilan so'zlashgan chog'da shundoq u bu gaplarni ko'lab yurib, onkin haq topamiz o'ziniki muhabbet tarixini so'zlab, o'ziniki 15 yoshdan boshlab ishlarini shu ahmoq qildiganlar odam u. Bütün hammanimiz yolg'onchilik bilan bo'lgan, bütün hayoti yolg'onchilik bilan bo'lgan. Aşı yalğancılıklarının hepsini bir oturuğa çıkarıp vermen. O biz Uygurlarga yalğancılık qilsa olmayli, Amerikaga viza alman deb, Amerika viza konsulu baqı o intervyu kelgan chog'da. Sen burun turmada yetib baqqanmadisiz, yo'q deb javob beribdi bu qarang. Amerika konsuluga vizasini sen döding. O turmada yetqanligini hammadan o'zim to'rladi, hozir yezib yurmamdan daxiyantimizda o'ylayaptim. Anandikin yana 5 yil undaq bo'ldi, mundaq bo'ldi. Aşı gaplarinchi men hozir hammasini bir chiqarib isbot bilan alan o'tirib qo'yib beraman. Mandaq millatni ahmoq qilganqa hech kim sizlarning ichinglar pushmayotdi. Meningki hozirgi oldin ketdim partiyadan chekinib chiqish to'g'risida so'zlagan vaqtimda nahmaydan qolgan vaqtimda boshida qaynab ketib rost ustallarni mushlab turib so'zlab ketib ekanman seniki qilayotgan ishlaring deb. Hozir bir eg'ir besiqlik bilan so'zlay. Mana yana shu isbotlar bilan mana qaranglar hozir boyi degan buni gaplari beshidan boshlab ansanglar 15 yoshidan boshlab men ayrim chiqarib mushu qandoq bir sarang, qandoq bir kim millatni yetaklayman deb o'tirg'i chiqib oldim men sizlarga ko'rsatmoqchiman shularni. Bay deganligimdagi shu masalalarga shu tavsiya qilgan bir ishga videoim bor. Mana bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi buni bütün muajiratni kontrol qilman deydigan josuslar guruhiniki bosh kotibini qandoq chaldim degan bir anglanglar. 2 yil ilgari men intayin eg'ir bisiqlik bilan so'zlagan bir videoim bor, uni anglanglar. Kichik qismini kesib chiqarib men sizlarga ko'pchilik men sizlarga hozir kichikkina bir qurultay to'g'riliqlam so'zlaganini o'tirg'i chiqadim. Hozir buniki talay hammasiga dushmanlik urug'ini chechadigan bütün muajiratni parchalaydigan shu. Dastlabida azozdan o'tirg'i chiqadim. Yanımı qabul qilamay, yanımı hujum qilishlar davom. Qandoq tilgan bo'lsang, ashundoq chiqirman deb oldingi videomdan boshlab aytdim. Sen meni Xitoyga ishlaydi degan bo'lsang, men seni Xitoyga qandoq ishlaganligingni men shunday deb berman. O'zingning ovozingni oltaman. Sen meni nomussiz degan bo'lsang, sening qandoq nomussizlikchilaring bor. Hammasini ko'rsaman. Haddingni bilib boshqurmasang, qara a'zolaringni binormal qo'yibsan hammasini. Qandoq chalganligimni bilsang, o'zing 15 yoshingdan boshlab qara. Og'zimni pulishib o'tirib boshlab shu ba'zi kulib yurib, ba'zi ish qilgan ishlaringchi hammasini og'zimdan olgan. Taqatgan gaplari o'sak so'zlari tahi. Hozirgacha shundoq inkaslar. Ovozini chiqarib qo'yib tapasam shundoq inkaslar. Xuddi men bir nima o'z izlab yurib, anonkin rost beshimni og'ritib qoldi, kunda degidek zo'ng'iti videolik telefon qildi emasmi sarang? Bir ota balasiga nima chetadimi Kanadada boshqa davlatda qanday kimdan meniki tanishlarim xizmatdoshlarim mucho odatda o'zniki balasiga bala men san 5 minutdan keyin telefon qilaman deb qo'yib uchun yozib qo'yib anandan keyin qiladi. Videolik telefon qildi emasmi zo'ng'ita bir qismlar bormi sheda. Har qatim telefon uzilib ketgan chog'da telefon uzilib qaytadan uzsam men kompyuterning bevosita tashqarisining chiroying, misayfularing, ishxonalaringni ko'rsatdim-ku. Hammasi bor. Anandan keyin qanday gaplarni qilding sen menga? Shu gaplarni hammasini chiqaramiz. Shu Urumchidagi shu vaqtda qanday nim paranglarni qanday ishlaringni deding sen menga? Seningdek nomussiz, seningdek axloqsiz bir odam chiqib bu yerda o'zimniki kashmishi, siyosiy ko'rinishi, axloqiy. O'ta qarama, malan ananaslar. Sen shaxsiyatiga hujum qilishni san qilib kelgan, men hozir seni va partiyalarni parchalab yo'qitaman deb, garchi yo'qitamasam-mu, qara seni qandoq bir ashna odam ekanligingni deb men bilan yeksan qildik darajada mashina o'tirib chiqib hammani ko'rsataman. Qilgan ishlaring, qilgan askirliklaring ozmi seninki, bir kim o'tirib chiqib demsa, men o'zingning bir narsani o'tirib chiqarib qo'yman qarab tur. Nakagan to'qbayam 15 yoshdan boshlab qanday to'y qilganini eslaga. Bir qiz oğlanlar shu tunjiga qilishib meni turmadan og'il chiqib ekan.
Amangül başqa birisi bilan to'yga ketibdi. Şoňlaşqa şu dostluğum to'y teklifini qo'ydim. Manda sarang emasmi bu? Sebapda. Endi bir şey ketib qapti bu. Durum ayağım bu 14 yaş 15 yaş vaktimdeki muhabbetlerimde okuttum. Ama benim ayarçım geçiyor. Ben yıllar zaman yaş gördüm Amangül. Bu her yıl bizim üyeç başlarımızda da ayarımcım vatanı ayarım. Bunun Amangül yaş vermedi patlarını verdim. Derdimi söz ettim. Derdimi anlatıp ettim. Toy şeydi de. Var meniki dostumdaki pişmanlığı hikayemiz okşaşıp kalırken. Ha. Şununla ben şimdi tükettim. O Amangül mentorumun çıktığı ayda tuttu. Ha, şununla dostumluk olmaz. Şununla mentorumdan çıkan günü apamın sana suyu kesem de mentorumdan çıktı da anlat. Kaygı yok abi yaptı. O yanı savaşsın da. Şununla yani paramı keşke apır koyulmaz benim. Şununla yolda naat gazete konusunda taraf koydum. Meşhurusunda. Ben şu çaldığı ben sizin tabi yaş görmediğim var mı? Ama yaş görüp kaçın mukarra. Ben sizi tanıştım azı. Ha. Sizin karakteriniz, benim karakterim, bizim kelgüsü mağdına yollarımız uçayattı bir kaçarlı. Tallaş bekmeyin, tallaş elçinin hayatı ters gözüdü. Şuna göre bana tutuyorsunuz. Ama 12. saat uykulaydı. Ben o yaptım 11. ayın ilişkisi yani 10 gün kalkan çaldı. Ha. Şuna yapmamadı. Büyük ve ertesi incisinden kader verdik de makulda. O kaydana muhal bundan aldırat uykulandı. Karanlıkta iş kandak ayarlığım yok. Raptor yaplarmış 11. ayın 12'si uykum tapmaydı. O 11. ayın 12'si Recep'nin şimdi ötkeyen 11. ayın 12'si yok. Bundan kısıyan 72 fırkatın yılda. 77'den de o. Cumhuriyet Allah'ın 70 yılda güne hem bir şirek kalanda şu güne bir daha kalanda şu güne. Güne şu gün nikah top çiğkisi kıldık da yine. Şunu. Bu nikahın ufku bizim şirketten güzel bunu tutacak. Plastinka yok. Bir şeyde plastinka şaprat yine ne sunum sorusu bırakan vakti. Umur'un bu işi isteyen çatabi çıktım. Ve yerine bilmez biz Ben geçtim. tutsam ben 5 yaş vaktim düreşir yarlarken ben. Oho. Yapılan oldu demeyle oldu. Parti örmek partiye kirip de bir haber kesse yetip basa anamdaki ne kızı. Neye? Tutmam buna. Ha, vatenga. Ha. Yürekli soğukansın mı ki? Kim o? Öyle kiracım. Bilgisayarın spik kotup gidip tudaydılar. Onda qotulmay turib bölgün çok ketdim bola. Sizler kalıp kalımlar. Naq bir yıl oldu men şu uç kaşkarı çıkılı. Ondan ilgiri Biz kürüşken vakitte sizde uçacak cüret yoktu. Uçak dünya gülpürtün yama yakıştırma vaktimiz Çoğum aşıklık ben bildiğim şu bir teşkilatda sakılgan işlerini mi görüp durarken bu anki nöbeti qollaş kerekti dep koşa koylaydım. Hemen aslında qollap baktım bula ayırıp öz işemege adamını herkes özünün işlerine yakın keltirmeydiken bula. İşenmeyen emas, işenmeyen erkandığı. İşemgen erkandığını yakın keltirmem da. Hazır bir yürüyüş yaşlar bağı olardı belirtti ve tenin kılatkan, terbiyelatkan. Vay, kuruş geldi. Oy, dersini uğurlaştırdı o. Kanada'da müşedim adamlar barıdı o ayrıplan bir daktarını çıkırıyor. Dersimden katmış bakkan karan. Dersten dinlemiz. Ermak makılda işler. Bizden yerim saat testini işini çizmiyor. Bir kıtın okuyordum. Kanalda geldiğim bile küçük belerde geldiğim bile
Yaşanınki qurultayı dep men 1 saat 2 saat qatnaştım. Tek çoğunlarınki de oturuversem şu dep ketdim. Ben baştan ahir şu çoğunlarınki de şu çağda iki vaqt iki yerde ayrım kıldığı, yaşanınki ayrım koyduğu. Bir ta'sir oldu dedim mi özümge? Canım baştan buluyor tuttu degendekçi. Sizin bir adım Xitay pasport bilen mi? Xitay pasportu bilen Germaniyada yürüp geldim mi? Ya yazıcı değil mi? Adım ne bilen? Devlet temelliginin Xitay, Mayanınki köşmenliği olmadı. Adım Karadağ'ın bilmiş vakti olsa. Köşmen başlıyor, köşmen bir şeylik nemesi. Ушундак ишкерлеп сурайт эмесми? Tursu buludu degen, permanent resident degen şu. Siz kaçıncı Kanada pasportunuz? 3 yıl çıktı sizden acaba ne için çıkmaktı ya? Ben 7-8 yıl bolayım, o yol dalımsam, keplam kolunu getir oldu, ola okşumsam, 2014, 2015, 2016 afakadın her yıl yazık derdi ögeyge yardım ben. Benim okudayım sakla Xitay kapı tutulamaktı ya. Şunu deyim, erkatım şunu da neyim kıldı ben, nime deseniz mu, yüzdarının pek oynayamam ben çok. Kilidağın, titidağın vaxtlarını enif dep koyup bana neyim kılman. Hem de nime, Public. Ama Xitay'ın kaçan var mı? 2016'dan 2017'den yeni bir öyküler diye çatıp öyküler yapıldı kemmel diye ben diye ulan 5 ay zamandan birlikte yola kemmel nasıl edin başka işte sen bunu sağlık diyeyim acaba gittim ha öyle düşün beni orada kemmel diye yapırken Bir şeyde biraz to'xtab qo'yib biraz gapimni qistirib olaymi? Buchu siyosiy maxfiyatlikni shundoq yig'di. Parang oralarida shu o'sha gap ko'lablam ishi. Mushu o'tavadiki shu o'quvchi bolanikini so'rg'inni men bir bolaniki oqaqidan 2 qatim sudga kirganligini degandek bir paranglarni qildi bisimni qilishcha men dahi to'liq material tayyorlab olamadim. Siyosiy maxfiyatlikni har bir partiya a'zosiniki atrofidagi odamlarni shunaqa parang jarayonda o'sha gapilishlam siyosiy uchur yig'di. Ben aldıq ketimlik yağı qısqa kesip aldım. Xitay her qaysi dövlətlərə, her qaysi şəhərlərə adamlarını uğurlaşdırıb başlağı pul verib, aşı şəhərdəki Uyğurların uçurunu yığıdı dedim go. Mavu Necmiddin Şerif partiyanı kurup, partiyanınki əza yığıdıq dəb, ayədəki əzalarını partiya iltimas qılğan gündən başlap siyasi məxfiyyətligini partiyaya tapşırdı deydi go. Xitay pul verib, adam silib Mesela uçur yığsam bunu çok haklardan pul yilip mesela uçur yığdı. Meni hazır soran sorularını çok aşı tekrar soru diye şu gapni. Aniki men özümniki qandaq Kanadada qilib qoldim deganlik aşı bir ko'r so'zlab adimgo. Aşı gaplarimning hammasi bu bilib turib ashundaq yolg'on gap so'zlarni taqdi emasmi? Bütün muhaciratni qaplagan josuslik guruhi deganim shu aşı partiya a'zolari bo'lganlar bilan aşı paranglashsanglar Onu yaqilib gaqilish jarayonida uchur yig'ishlam. O'zlari deydi-ku, istixborot bizniki eng ortiqchiligimiz. Ham kuchaytimiz istixborotni, bizning aloyligimiz shu istixborot. O'z og'zida degan gaplarni o'tirg'a chiqib qo'ysimu, yana bu partiyachilarchi bir partiyaga kirdim, yo'masadi xo'p ketdi. Xuddi vatandagi kommunistlarga o'xshashlar. Shu kommunist qurulmasına o'xshashda sashna vatanga saqib bütün ishqi hissiyati bilan partiyalik bo'lganligini shunda faxrlanib maktabdan vatandagi chog'ladim doyon bo'pti deb qaltichon bildigan-ku. Bu mashina misaf bilan cho'ng ko'rishtirib ataqa amminasa boshda qo'shi kichikdan tortib harbiychi tarbiyalanganlik o'shtaq bo'lmamda shu. Vatandagi harbiylar qandoq, armiyalar qandoq. Aşı Xitaylar özünün qəşnaq cəfançın Aştan minbinlar çığıda şu özünün şu bir vətənini qoğdaydıgan bir əza boğalığının şuna qatıq bəxirləndi o. Aştan qoşuş bunun üçün aşnaq bir aşkar deməydi də əlbəttə əsləgə. Amma deganlarini aşını birdən oturub çıxıb da mən kimninki Xitay söygüsü var. Qanan imşlan qıladıdı. Namininki siyasi uçurumni eliş usulü qaranglar. Siz hazır neyimdə edib? Ben Germaniyaga Xitay pasportu bilan berib keldim deb. Bu panohlik deyilsangiz bo'lmaydi. O Yevropaga kelib panohlik deyilsangiz bo'ladi. Tayyor odamkan siz kelib panohlik deyilsangiz ham bu pasportingiz uchun. Pasport. Aşı to'g'ri mening degan gaplarimni hozir anglanglar. Ankina uchur elish usullarini yaxshi anglanglar. Hozir bak rahmat aytaman.
Oysa kelip vaqtlarimni aniq qarasam 2014, 2015, 2016 aqaqın her yer yazıda dökürken yadaman. Bulanım ilgari Erkin Asiyanın radyosuniki nimsini qabul qilganchada tahdid to'g'riliq ishlagan xabarini qilgancha muşlan hamısini so'zlagan. Muşlan so'zlasam yana muşlanni o'ziniki kelib chiqish tarixini so'zlab baqsin deb 3-400 dak video chiqarib bo'ldim ta hozirgacha o'zinglar ko'rmaydigansizlar tarixini so'zlasim deb. Hamma narsa mushu YouTube'da bor ko'rmaydigansizlar. Xabarlarda muboshlandagi ovozi quchurladim ba. O ovozi quchurlarini ovozi qo'sha Erkin Asiyaniki radiosiniki intervyularini YouTube'ga qo'ydim. YouTube'da hamma narsa bor o'ziniki oq ko'rinishi qo'yish. Nima deydi xudoyim? Gumonli odam, voy xudoyim. Xitoyga o'xshaydigan Xitoyning josusi. O'zinglarchi? Benim okudayım saklap Xitoy kapı tutulmakta ha. Şunu deyman, har qatim shundoq nim qiladi men nima desangizmi, undidarni pek o'ynayman menchu. Keladigan, ketadigan vaqtlarimni aniq deb qo'yib men nim qilaman. 3 yil Hamma oldin nima? Bana katım kaçan bağlı ha. 2016 Başa uçur yığıda emasmi bu? Bayadagi undidar o'ynayman deganlarim bu burunqi chaqla 3 yil avvalgi so'zlashgan paranglama uchun beka hozir undidar o'ynaydigan unda qildiki bunda qildiki deb shirmanglar. Shu undidarda shundoq to'xtamay bir narsani yo'llaydim. Shu vatanga boradigan chog'dimi shu keladigan ketadigan vaqtlarimni aniq deb qo'yatdim-da. Bir o'zining keliqi o'tirdi public bo'lsa jimjit yo'qolib ketsa bir so'rovini qildigan odam bor. Balkim shu tarafdan do'mi deb o'yladim. Bu musarkatim qaytgan vaqtimda Beijingda bir qatim shu 15 minut tutib qoldi u yerda. Bilmaganlar shu udil ketaversa shu aeroportda oxirgi harakatim shu jonni olqon qo'yib vatanga berib keldigan gapdik. Guangzhouda bir tutdi 20 soat u yerda. Vatanga borgandan keyin 2-3 kun o'tgandan keyin dodiydikilar kirgaslarning o'yiga bir chet ellik keldi deydi deb qashnoq tashvishlar bo'ldigan. Qashnoq berib keldim shu. O'sha gaplar hammasi YouTube'da bor. Oq ko'rinishi sarang qo'ydigan bu partiyaga kirsiz-mu? Xalqdan gap olib, uchur yig'ib ishi shu bularniki. Asosli xizmatimiz shu. Oq ko'rinishini tekshirish. 2017 taraf yana bir berib keladigan cho'qib aytdilar yapildi kamera degan nima degan. Ular hech qaysi so'zlamaydi yo'llar kameralar boshqa hech narsa bo'lmasa degan yo'llar kamera degan. Hozir rahmat. O'sha kelib ketib yurganimdan taxi 2019dagi shu avvalgi sayyohlik bo'lgan. İşte seyahate bulmuşlar, kolumda bir aparatı var. Şu namayışlarda resim gittik, video alıp yürüyenler. Akşamdan götürüp çıktım şeker. Ağzıma çekilen kumağım bir nasılım var. Aşağı durup yine hareketim, aşağı canlı alkan ip koyup durup, sizler bolsanlar nimo dese bu Kanada'ya gelgen bulamda Amerika'ya ben bütün Uyghur'daki xiyalda nimo pasportun anlamı değil. Turvatkan vatanını pasportla satıdı Uyghur degen. Ota-onamni ayol qolgan yuzini qat'iy ko'rmayman deb turib bayroq ko'tardi u mayada. Hammasi shu kaplan qanaqa qiladi. Meniki maqsadim nima? Men shu yerda qanaqa salayda tursammi o'tirdi ekanman. O'quvchi salayda tursammi o'tirdi ekanman. Qanaqa bo'ldimi 3 yil o'quvchi salayda turdim, 2 yil chet ellik ishchi degan xizmat visa almashtirdim o'quvchi visasini. O'sha hammasini shu brendini shu nima so'zlaganman. Mush gaplarimni yine o'shaning chiqadigan bo'lsam, mush gaplarimni yine bir kun deydigan vaqtda bir nima keladi oldimizda bir plan qiladigan, chivu to'g'riliqmi bir narsa so'zlaydigan plan qilib qo'ygan. Hamma narsani to'g'ri chiqarib söylüyoruz. Ha, bor. Bu ilan kısıldırma ne? Qildim bu. Hech qachon ko'rgan videomiz shu meniki ko'rgan hozir ko'rish qidim san qanaq. 5-yilda kirgasangiz meniki bir narsani chiqadi-ku deyman, o'sha bir videoni chiqarsam 15 ming qatimlab Facebookda ko'rib gina, undan keyin uni bak ko'rganlar 100 chiqadim, 300 chiqadim share qilib qo'ydim Facebookda. Anoniki qo'yib rasmdan bir sifat chiqardim. O chiqarsam Darren Baylar ular bir maqola yozdi, Guli Maqsud ta'minlagan rasm mavda. Qo'lida to'mirning sunuq bo'lgan ajida butun ko'chadagi o'quvchi bolaning rasmini chiqardim.
Алдымызда енді бір немесеге çıkıladın Darwinizm ma, qaysı bir çoğunu bir YouTube kanalı ken açmakçısı şu musulmanlarnınki operasyonu nem kılgan yan bir kanal ken. Belki asla hidayet bat çıkıp siz aydan kanalı var mı? Başkan deme sakallıkını çıkarıp da men kuduyap kaçan bir Uygur'un teröristler falan çetelikler bırakıp gitmen. Adı beni eski kopsuzlar kitlikte sakallı yanıp gireres koyuyordu. Bir gün Hüseyin Decali koştup da üç sakal çıkıp katasığı üç sakalsız edip durup da. Dünya kanda obraz verersin sen. To'xtab qo'yib turay. Endi saqalliq vatanparvarlarga o'tib ketdi qanday? 40 minut o'tib birdan bulam. 40 yarım saatdan 45 minutgacha. Dedim-ku, ayollar vatanparvar ayollarni bir narsa deydi, ish qilib bir kim bilan kim paranglashgan aman qanaq bo'ladi desam, oshlarni ochib ichib bir xil o'chmanlikni soladi bular. Bir kimni yana bir kimga o'shga o'zishlamka. Siyosiy o'g'inishlar kirsimchi, shu birinchi o'g'lab bosh tanqid qildigan tashkilotlarni tanqid qilish. Siyosiy o'g'inish shu bularniki. Shu nizomnomalarda bor-ku, shu butun shuni ba'zilari shunda qo'rqinchli. Bir qatam mashaq degandim, shu 3 yilning oldidilam degandim. Sizlarning-ku nimada qo'rqinchli qasminglarni ko'rdim. Qo'rqinchliqlam degan mana shunda shu joyda. Uni ayrim bir video qilib kesib chiqarib qo'yay. Men partiyaniki-chu qandaq bir kishilarniki shunda bir partiyaga kirsam bo'g'ibli qo'ydim. Men partiyaga kirgan bo'lsam, u kanal shu peti to'xtab qolar-ekan. Bu Amerikadagi bolaga o'xshash. Bir shu bola bilan shundoq yaxshi bir odatdagi deymiz. Normal faoliyatchilar bilan o'xshash tang faoliyat qilgan bir partiyaga kirgan kundan boshlab uningdan burunqi degan gaplar bilan partiyaga kirgandan keyingi gap qilish usullarini tatib o'zgartirdi emasmi? Ashuna ziyonliq buni hozir men bir muncha o'qitib, hozir men bir yerda to'xtatdim. Gap naga keldi? Arslan Hidoyat kim? Abdug'ani Sobit ish qilibchi, men saqalliq vatanparvarlar keldi. Anandan keyin shu din o'chishgandan keyin shu Turkiyadagi Ali Akbar Damullam. Men ashdan o'tirib chiqadigan bo'lsam, shundoq cho'ng bir so'qqa chiqib ketdi bu muojirada. Men faqat mushu partiyaniki, mushu sarangniki, mushu Najmiddin Sherifniki bir narsalarni o'tirib chiqarib mushuni hozir chaqib turay qaranglar. Sizlarga ko'rsatadigan talay anlatadigan talay bir narsarim bor. Men muojiratga qanchalik ziyonli qilib borganligini. O izchilar tashkiloti qurimiz deb bolalarga qo'l sunayotganligi keyingi videolarimniki bir qismida shu zolimlar dasturininki qadamlari bor. Bu nalardan o'rgandan keyin tang ish qilib mushu gap so'zlarni shu material ta'minlasam-chu, shu qurultoyniki qurilmasi ichini ananiki o'ziniki taraqqiyoti bilan qurultoyniki taraqqiyotini so'yishtirib olgan misoli nima desanglar, Mavzudonning mundaq bir gapi bo'pti. Nima deydi Xudoyim? Mavzudon ideyasi bilan tarbiyalangan-ku bu Xudoyim. Nima deydi u bir jumlasi? Hey, ish qilibchu. Mavzudon ideyasi Xitoy tarixi shundoq tarbiyalangan-ki, bilmaysizlar. Ash qilayotgan ziyonlarni mush Kanadadagi jamoatning ichidagi bir narsalarni shu misollarni ilib turib mana so'zladim. Qaranglar, men mushu partiyachi. Shtatda Xitoy qanchalik kuchayotdi. Chet eldagi muojiratni bir parchalaydiganqa necha yillardan bo'lib qilib kelayotgan ishlari. Hozircha uning shu Najmiddin Sherifniki mushu partiyasi bilan nurg'undir shundoq unumlik o'rinlanadi. Jamoatlar bilindi, tashkilotlar so'kish. Men yana davomli ogohlantirish qilaman. Bugungi videom shunchalik bo'lsin. Meningki ogohlantirishim degan har bir eg'iz gapim, degan har bir yozgan inkosim, har bir yozgan inkosga javob yozganlarimniki ashlarniki hammasiniki aniq isbotini o'tirg'a chiqib so'zlay olaman. Mana men yolg'on so'zlamadim deya olaman. Ma partiya a'zolari-chu, kupurlik qilyapti ekan. Alloh turibdi, men yolg'on so'zlamayman deb qo'yishlar bor. Men to'g'riliq degan gaplarchi hammasi yolg'on. Yolg'onni mushlar qo'ydi. Shunlashqa deyman-ku, men o'zining ovozini chiqarib turib mushlar ko'rsatay. Kimning rost, kimning yolg'on haq bilsin. Uni partiyani ish qilib boshqa hech kim demasa mayli. Men bu ko'p cho'ng umidni kutgandim. Men umidimniki bir qismi ish ochdi. Ko'pchilik mayli yushirin bo'lsin, oshkora bo'lsin, qo'llayotganlar alaydi rahmat.
Chin ko'nglimdan rahmat. Hatto ba'zida mushtaqa shu so'zlab bo'lib yoki bo'lmasa biror videoni chiqarib bo'lib shunaqa ko'rgan amallam shu barmoq besib qo'yganlar uchun shu jimjit duo qilmay shu qo'linglarga datkamizdan bir barmoq besiblar uchun bo'lsin deb mana duo qilmay qaraman. Mayli jimjit qo'llang, mayli oshkor qo'llang ish qilib boqing, men so'zlayotganlarimni hammasini isbot bilan chiqaman. Bugun 15 yoshdan boshlab mana so'zladimmi, kichikgina bir qismini chiqardim. Saqalliq, vatanparvarlar deb deyilgan gaplarning oyog'ini chiqarman. Bu shu qandoq bir bütün muhojiratga o'chmanlik ham qilgan ishlar uchun bütün hamsi Xitoyniki maqsadi. Shunga bu partiyadan ogohlantirish, partiyadan yiroq turish meniki hozirgi qilayotgan ishim. O'zim bergan mission deymanmi, mush ishni cho'qim qilaman. Bir qilsam zodi bo'lmadi deydigan yerga yetib keldim. Ichib parchalab ko'z qo'ymasa yomon buzg'unchiliklar chiqib ketib bordi. Keyingi avlodlarimizmi xatar ichida deb mushtabda ona til maktablarida partiya a'zolari bor. Partiya a'zosi bo'ldimi, shundoq vatandagi kommunistlar bor-ku. Aynan o'zlan bo'lib ketdi ekan. Bular hatto o'ziniki bolasini jasuslik qiladigandan yonmaydigan tursa, ona til maktablarimizda partiya a'zolari bor bo'lsa, qaranglar, bolalaringlar nima-chu? O'sha gap to'shiydigan, xalqlarniki uylariga gap to'shiydigan mashina jasus qilib oladi. Shunga men davomli chiqaman. Bugün birini so'zladim, erta shanba, yakshanba chiqmasligi mumkin, boshqa bir muncha faoliyatlarim bor. Lekin yangilar hep yana davomlashtirman, yana davomli so'zlayman, yana isbotlar bilan o'tirib qo'yman. Yana davomli mushu partiyani fosh qilgan ko'pchilikni, barliq muhojiratga barliq Uyg'ur qarindoshlarni mushu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partisi degan bu partiyadan sizlarni alohida ogohlantirib, men yana davomli turishib bir narsani so'zlayman. Asa bugungi programmam shunchalik bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishaylik. Ko'pchilik voy degandagidek üstüge besib qo'yganlarga alohida ko'nglimda sizlarga duo qilaman. Mayli yoshirin, mayli oshkor bo'lsin. Qo'llag'inglarga ko'p rahmat. Hammamiz birlikda tirishaylik. Hammamiz biz o'z millatimiz uchun qo'limizdan kelishicha bir ishlarni qilaylik. Meningki qo'limdan kelishicha mushu partiyani fosh qilish uchun, muhojiratdagi Uyg'urlarning bir uyg'otish uchun mushu partiya haqida, Muning Najmiddin Sherif degan sarangni bir yaxshi tunutish uchun isbotlar bilan o'tirib chiqgan davomli so'zlayman. Hamma Alloh omonat, shunchalik bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishamiz.